Bugun bizning konsertimizda shu 25 yillik ijodimizda birinchi marta biz o'zimiz tug'ilib o'sgan tuman, Urgut tumani ijodkorlari ishtirok etyapti. Va bu boshida qo'shiq aytgan Sherali Bahrillayev degan yigit ham o'zimizning Urgut yigiti. Bugun u bilan birgalikda biz o'zimiz ketapoya bo'lgan ijodxona, Urgutdagi o'sha Beshqasak folklor etnografik ansambli bugun bizning mehmonimiz. Demak, kelinglar hozir sizlarning e'tiborlaringga, sizlarning hukmlaringga Urgutdagi demak folklor Beshqasak folklor etnografik ansambli hamda Sherali Bahrillayevni havola qilamiz. Chiroyli qarsaklar bilan kelaman hozir. Marhamat. Choyxonachi ko'k choy bering, bosh og'rig'imni qoldiray. Choyxonachi ko'k choy bering, bosh og'rig'imni qoldiray. Bir piyola choydan keyin chanqoqlarimni qondiray. Bir piyola choydan keyin chanqoqlarimni qondiray. Yashil eding bo'lding sariq, ichsa odam bo'lar ariq. Yashil eding bo'lding sariq, ichsa odam bo'lar ariq. Chalkash ishi bo'lar aniq, bir ichsada ko'k choy saniq. Hey, chalkash ishing bo'lar aniq, bir ichsada ko'k choy saniq. Kayfiyating chog' etar, yo'q ulfating bor etar. Kayfiyating chog' etar, yo'q ulfating bor etar. Choy ichmaslar lol etar, bir ichsada ko'k choy saniq. Choy ichmaslar lol etar, bir ichsada ko'k choy saniq. Bir ichsada ko'k choy saniq. Choyxonachi bobo sizni choy berishga ko'ndiraman. Yo'q desangiz, borsangiz, piyolangiz sindiraman. Ko'k choy yo'qni oq choy bering, xohlarsangiz yomay bering. Choy bo'lmasa choyxonada qanday aytsa so'rab ko'ring. You're